Assalomu alaykum, meni kuzatib turgan obunachilarim. Bugun sizlar bilan drojali patar qilamiz. Tovaga 300 ml qaynatilgan suv, 2 qoshiq tuz, 200 ml sut solib, 10 gram droja solamiz. 100 gram o'simlik yog'i solib, 800-900 gram un solamiz. Yaxshilab yumshoq xamir qoramiz. Uni tindirishga olib qo'yamiz. Keyin esa tayyor xamirimizni 2 bo'lakka bo'lamiz. Xamirga yaxshilab ishlov berib, 15 daqiqaga olib qo'yamiz. Birinchi xamirimizni yoya boshlaymiz. Keyin esa mayin qilib yoygan xamirimiz ustiga 200 gram margarin eritib suramiz. Keyin esa yaxshilab qo'limiz bilan margarinni xamir ustiga hamma joyiga yediramiz. Xamirni o'rab 15 daqiqaga muzlatgichga qo'yamiz. Tayyor bo'lgan xamirni tova ustiga qo'limiz bilan yoyib chiqamiz. Oldindan qizdirilgan duxovkada 200-220 gradusga qo'yib pishirib olamiz. Yumshoq patirlarimiz tayyor.